Xitoy amaldorlarga embargo yurgizgan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi Amerika prezidenti Donald Trumpning imzosi bilan kuchga ega bo'lgandan keyin Xitoy Amerikaga kuchli inkos qaytardi. Amerikani bu qonun loyihasidan voz kechirishga chaqirgan Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning bu xil ahvoldan kelib chiqadigan barliq oqibatlarga mas'ul bo'lishi majburiyati bor dedi. Trump Uyg'ur kishilik huquq qonunini tasdiqlagandan keyin Xitoy taratqullari tavrab ketdi. Amerikani Xitoyning Sharqi Turkiston siyosatiga hurmatsizlik qildi deb ayblab, Amerikani bir qadam chekinishga chaqirdi va buning ig'ir oqibat elib kelganligi to'g'risida tahdid soldi. Sharqi Turkiston madaniyat va informatsion markazining boshlig'i Abdujil Qarqash apandi Xitoy hukumati va taratqullarining nomussizlarcha va tahdid xarakterlik bu inkosining Xitoyning haqiqiy yuzini yana bir qatim ko'rsatganligini aytdi. U mundaq dedi: Sharqi Turkistonda 5 million inson turma va yig'ilish lagerlariga qamaldi. Sharqi Turkiston usti ochiq bir turmaga aylangan bo'lib, xalq barliq jismoniy erkinligi, fikr erkinligi, diniy va madaniyat erkinligidan mahrum qilindi. Sharqi Turkiston masalasi allburun Xitoyning ichki ishi bo'lishdan chiqib, insoniyatning o'rtaq masalasiga aylanmışdir. Sharqi Turkistondagi necha million Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning taqdiri insoniyatning vijdoniga qo'yilgan bir savol belgisidir. Xitoy haqiqiy yolg'onchi va nomussizdir. Amerikaning Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini rasmiy qonun qilganligini qizg'in qarshi olganligini bildirgan Qarqash apandi yana bir qatim turk va musulmon dunyosiga xitob qildi. U mundaq dedi: Sharqi Turkiston xalqi turkdir. Sharqi Turkiston xalqi musulmondir. Ammo bugun turk va musulmon dunyosi Xitoyning iqtisodiy manfaatiga aldanib, bir millat va madaniyatning yo'q bo'lishiga sukut qilmoqda. Bu bir ochiq haqiqat. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Yevropa davlatlarini G'arb demokratik davlatlarga tahdid soldigan Xitoyga tayanmaslik to'g'risida ogohlantirdi. Pompeo torda qatnashgan demokratiya boshliqlar yig'inida so'z qildi. Xitoy Kompartiyasining boshqa davlatlarni Amerika bilan Xitoy orasida tanlashga majburlaganligini tilga olgan Pompeo Yevropa davlatlarini ogohlantirib mundaq dedi: Mustabid hokimiyat bilan munosabat va demokratiya bu unvonga erishishga loyiq emas. Pompeo yana men Yevropadan Xitoy masalasi to'g'risida texnik ko'p tushuntirishga erishishni umid qilaman dedi. Amerika Avam palatasi oldin qayda yuqori ovoz bilan Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasini ma'qullagandan keyin Amerika prezidenti Trump chorshanba kuni bu qonun loyihasiga rasmiy imzo qo'ydi. Buning bilan Amerika hukumati kelgusida Uyg'urlarga ziyonkashlik qilgan Jungo amaldorlarga jazo yurgizish huquqiga ega bo'ladi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar bu qonunning yo'lga qo'yilishini qizg'in qarshi oldi va yuqori baho berdi. Amerika hukumati, Avam va Kengash palatasi va barliq Amerika xalqiga minnatdorlik bildirdi. Amerikada yashaydigan necha yuz Uyg'ur Oqsaroyning oldiga yig'ilib, faoliyat o'tkazib, Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasining ma'qullanishini qarshi oldi va minnatdorligini bildirdi. Buningdan boshqa, Ozarbayjon xalqi turk dunyosining Uyg'urlarning ko'rishini qo'llashga va Uyg'urlar uchun harakat qo'llanishiga chaqirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet Xitoyning xalqaro kishilik huquq majburiyatini to'liq ado qilishga da'vat qilib, ularning Hong Kongdagi talash tortishlik yangi bexatarlik qonunini yaqindan ko'sib kelayotganligini bildirdi. Bachelet yozma bayonotida Xitoyning hukumatga qarshi guruhlarga qarata o'ttir qo'ygan Hong Kong davlat bexatarlik qonuni to'g'risida ogohlantirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari ishxonasining bu masalani yaqindan kuzatayotganligini va qonunni tekshirayotganligini tilga olgan Bachelet, Hong Kongga munosabatli har qanday bir ishda Xitoyning kishilik huquq majburiyatini to'liq ado qilishi kerakligini ta'kidladi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktori Tedros 19 çesla Cenevada o'tkazilgan torda muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoy virusining tarqalish sur'atining tezlashayotganligini, dunyoning yangi bexatarlik bosqichida ekanligini aytdi. O mundaq dedi: "Tönögün Dünya Səhiyyə Təşkilatıga doklad qilingan Wuhan virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni 150 mingdan oshib ketdi. Bu bir kun ichida hozirgacha doklad qilingan eng ko'p son." O mundaq dedi: "Nurg'un kishilar uyda qilishdan zerikkan. Shunimi tushunishga bo'ladiki, har bir davlat o'zining jamiyati va iqtisodini gullantirishga erishman. Ammo bu virus yanada tez tarqalyotidi. U yanada ajallik. Nurg'un kishilar yanada oson yuqumlanadi. Biz barliq davlat va kishilarning hushyorligini o'stirishga chaqiramiz.
Uning aytishicha, yuqumlanuvchilarning yarmi degidek Amerika qit'asidan kelgan, ko'p sondagilari Janubiy Osiyo va O'rta Sharqdan kelgan.